ertalab shunaqa chiroyli quyoshli havoda turdim va birinchi bo'lib uxudimni qildim, keyin esa ozgina meykap qo'shdim. Maktabga ko'k rubashka, sin yubka va aksessuarlar qo'shdim, sochimni yarimni yig'ib olib, bo'ldi, mana outfitim tayyor bo'ldi. Adamlar maktabga tashlab qo'ydilar va bugun bizda 4 soat edi. Maktabda birinchi bo'lib o'rtoqlarim bilan ko'rishdim va sizlarga shu barashkani ko'rsatgim keldi. Undan keyin biz esa 4 soat darsda o'tirdik. Maktabdan chiqib biz buyum ketdi, chunki havo juda issiq edi. O'tdan bubble tea oldik va undan keyin hammamiz birga futbolga qarab yo'l oldik. Futbolda shunaqa kartoshkani yeb ko'rdik, menga juda ham yoqdi, lekin bubble teamiz ham ko'rolmadik, chunki mumkin emas ekan. Va обязательно hammamiz birga rasmlarga tushdik. Chiqqanimizda bubble teani lo'da erib bo'lgan ekan, ta'mi vro'ji shunaqa qoldi. Undan keyin esa meni oyim bilan dam olib ketishdi. Uyga borib mazgina dam oldim va undan keyin oyim bilan shirinlik yeb o'tirdik. Ikkarimni angliyasiga borishim kerak edi, shuning uchun sразу tayyorlanishni boshladim. И вот 2:40 ga yaqin men yetib keldim. 2:40 dan 6 gacha men o'sha yerda bo'ldim. Ustozim bilan birga test ishladik va undan keyin analiz qildik. Angliyskimdan chiqib men uyga ketdim va meni uyda shunaqa dovchilar kutib turgan ekan. Keyin tezda hamma joyni uborga qilib oldim. Ko'chaga chiqib birinchi obsini xolamga olib keldik. Uni ertalab xolamga chunki tashlab ketgandik va undan keyin bozorlikni qilib shu mayash ko'radigan Gulmoxonimga keldik. Uyga borib oilaviy birgalikda ujin qildik va undan keyin men stol ustiga yig'ishtirib qo'ydim va shu bilan uxladim. Всем пока.